Assalomu alaykum, hurmatli qadrli do'stlar. Omonmisizlar, sog' salomatmisizlar? Kecha bugun do'konga kelganman, o'zimni do'konimda. Nima deydi, navbatchilik deydimi? Xayrullo hojiga bir 3-4 kun dam beray, dam olsin. Ha deb ishga, uyga qilib zerikmasin deb bir 3-4 kun do'konga o'zim boraman dedim. Qadrdonlar, biologik preparatlar bilan yana bir qator sizlarni tanishtirib chiqsam, bugungi kunda eng dolzarb bo'lib turgan Maxiplan preparatimiz 10 litrga 50 gramdan 100 gramgacha cho'ntagingizga qarab xlorlanmagan suvga 10 litrga 50 gramdan 100 gramgacha qo'shib sepilsa, bu meva shakllanishi, mevani ta'mi, mazasi, rangi, hajmi, shakli hammasiga xudo xolsa juda ham chiroyli ishlaydigan preparat hisoblanadi. Buni bir mavsumda 3-4 marta sepsa kifoya qiladi. Keyin hozirgi kundagi dolzarb bo'layotgan viruslik kasalliklarga qarshi Lavirom degan biologik virusga qarshi preparatimiz juda ham zo'r preparat. Yagona bo'lgan virusga qarshi yagona bo'lgan biologik preparat 10 litr suvga 10 gram profilaktikaga, 20 gram qarshi kurashishga ishlatsa bo'ladi. Buni do'konimizdagi roznичный sotuv narxi 700 ming so'm. 1 litr olgan odamga 600 ming so'mga beramiz. Bu 700 ming narx qo'yishimiz sababi 100 gram, ko'p odam 100 gram oladi-da, 70 ming bo'ladi. 1 litr olgan odamga 600 ming so'm beramiz. Do'konlar uchun yana 550 ming so'm do'konlar uchun. Keyingi preparatimiz insektisid biologik, bu Prestige deyiladi. 10 litr xlorlanmagan suvga 200 gram qo'shib sepiladi. Bu rassom kurtlar, mana o'zim tagida ham ko'rsatib qo'ygan, mana kurtlarning barcha turlarini olishga ishlatiladi. Faqat sharti kechqurun soat 7 dan ertalab 7 gacha, hozirgi yoz paytlarida kunda issig'ida sepib bo'lmaydi. Yana hozirgi kunda dolzarb bo'layotgan preparatlarimizdan bittasi Bioazot, bu Baktomin. 10 litrga 50 gramdan 100 gramgacha xlorlanmagan suvga qo'shib sepiladi. Bir mavsumda bu ham 3, 4, 5 martagacha sepsa bo'laveradi. Yana bitta preparatimiz bu ham o'simlikni ildiz sistemasini yaxshilab beradi, ham fosforga bo'lgan talabini qondirib beradi. 10 litr suvga 50 gramdan 100 gramgacha qo'shilaveradi. U ham cho'ntagingizga bog'liq. Agar o'simlikni yaxshi ko'rib, yaxshi boqaman degan odam 100 gramgacha qo'shsa bo'laveradi 10 litr xlorlanmagan suvga.